Qur'on o'liklarga o'qiydigan narsa emas bu. Biz bugun faqat o'liklarga o'qishni ishlatadigan bo'lib qoldik Qur'ondan. 4 ta xatmi bor, 5 ta xatmi bor, gap yo'q, savob. Biz aqidamizda Qur'onni savobi boradi deyiladi. Vahobiylar bormaydi deydi. Bizda boradi. Maturidiy aqidasida Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabida Qur'on o'qilsa, ihson sadoqat qilinsa, albatta o'lganlarga boradi. Bunisiga gap yo'q, lekin o'zi asl Qur'on o'liklarga o'qish uchun emas. Qur'on tiriklar uchun. Siz o'lishingizga, men o'lishimga Qur'onning hukmi bizga tugaydi. Qur'on mana siz hozir tirik turibsiz eshityapsiz. Men tirik turibman, gapiryapman. Qur'on biz uchun. Okay, let's go.